Bu qora sedana yog'i холодныйga отжима deyiladi. Hamma biladi, o'limdan boshqa hamma kasallikka shifo ekanligini. Endi bir choy qoshiqni ertalab bir piyola suv yoki bir piyola tomat so'kiga aralashtirib to'q qoringa ichilishi quyidagi ilmiy isbotlab berilgan kasalliklarga shifo ekanligini sanab beraman. Birinchidan, mana bu tekshiruvga asoslangan holatda revmatoid artrit yoki revmatizmdagi bo'g'im og'riqlarini kamaytirgan. Ikkinchidan, lor kasalliklari, sinusit, frontit, otitlarda juda ham yaxshi natija berib shifo topganligi belgilab o'tilgan. Uchinchidan, albatta bronxial astma, obstruktiv bronkitda nafas qisishini yengillashtirib, nafas yo'llarini ochib berganligini isbotlab berilgan. Va eng oxirgi tekshiruv albatta vestlarni normallashtirib, kamaytirishda, xolesterin, qondagi qand miqdorini kamaytirishda juda ham yaxshi natijalarga erishilganligi isbotlab berilgan. Albatta yaqinlarga eslatib, tarqatib, mana shu laykga bosib chiqib ketish esdan chiqmasin. Sizlar bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.